Birovlarning hayoti, amalini muhokama qilishda juda peshqadammiz. Shu kunlarda bir maktab direktorining videosi muhokamalar markazida bo'lib turibdi. Ba'zi birovlar uni zinokor, xiyonatkor, balo battar deb haqoratlab yotibdi. Endi bu jarayon qonunchilik nuqtai nazaridan, ya'ni O'zbekiston qonunchiligida zino uchun javobgarlik belgilanmagan. Shariat nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, shariat bo'yicha ham o'sha videoni zino uchun yetarli asos deb qabul qilib bo'lmaydi. Nima uchun? Chunki videoni ko'rganlar bo'lsa kerak, ko'rmaganlarga tavsiya qilmayman. Bitta yoqda yalang'och erkak, bir tarafda yalang'och ayol. Endi ayolni o'zini iddao qilishi bo'yicha uni urib, majburlab, yechintirishgan va o'sha xonaga tiqib, sahnalashtirilgan, ya'ni kim qanaqadir ziddiyatli vaziyatda kimnidir qurbon qilish uchun bu uyushtirilgan holat. Endi bunaqa ham bo'lishi mumkin, bo'lmasligi ham mumkin. Shuning uchun bunaqa vaziyatda birovga hukm o'qimasdan jimgina qo'pol qilayotganda qisib o'tirgan ma'qul. Uni fohisha yoki boshqa deb o'zimizni gunohkor qilgandan ko'ra jimgina o'tirishimiz kerak. Zotan qo'limizda hujjat yetarli emas. Masalan, qonunchilik nuqtai nazaridan olib qaraydigan bo'lsak ham, qo'lida yetarli asos bo'lmasdan turib, kimnidir aybdor deb e'lon qilish, sud hukmisiz aybdor deb aytish, bu bevosita unga nisbatan tuhmat bo'lib, javobgarlikni yuzaga chiqaradi. Hozirgi holatda ham javobgarlik yuzaga chiqadi. Endi dunyoviy jihatdan ham javobgarlik mavjud, diniy jihatdan, ya'ni shariat hukmi qanaqa desangiz, shariat aytadiki, bunaqalarni 80 darra urasan va butun umr guvohligini qabul qilmaysan. Va bu degani nima? Butun umr ularni fosiq deb e'lon qilasan. Bu musulmon odam uchun juda katta ayblovda. Tasavvur qiling, sizni guvohligingiz butun umr o'tmaydi. Siz butun umr hech kimsiz degan. Shariat mana shunaqa qattiq hukmni e'lon qilgan bu bo'yicha. Shuning uchun dalilimiz yetarli bo'lmasdan turib, u unaqa, bu bunaqa deyishdan tilimizni va dilimizni maksimal tiyishimiz kerak. Endi men bu bilan u ayolni tarafini olib boshqa demoqchi emasman. Men shunchaki boshqalarni gunohdan saqlamoqchiman. Agar mayli qo'lingizda yetarli asos bo'lmasdan ham gunohdan ham qo'rqmayman desangiz, bosavering. Lekin oldimizda turgan bir qator muammolar borki, u biz uchun juda ham muhim. Mana shularga e'tibor qaratmaymizda, kimnidir zinosi deymiz, balosi, yotog'i, pistoni bilan shug'ullanamiz. Ey baraka topkurlar, bizga nima beradi? Agar gunoh qilgan bo'lsa, Xudo bilan hisob-kitobini qilib olaveradi. Qilmagan bo'lsa, nima qilamiz? Unga sherik bo'lib, gunohkor bo'lib, o'zimizcha oldimizda qancha bir o'zimizni qiynaydigan muammolar bor. Biz uchun kerakli, bizga bevosita aloqador bo'lgan jarayonlar bor. Korrupsiya, nepotizm, balo, battar, o'g'rilik, shuncha narsalar bo'lib turadi-da, lekin ularga e'tibor bermaymiz. Doim kuzataman-da ijtimoiy tarmoqlarda. Palonchi ishtonini yechibdi degan video millionlab ko'riladi-da, palonchi hokim o'g'rilik qilibdi degan videoni nari borsa 10 ming, 15 mingta odam ko'radi-da. Bu bizni o'zi fojiamiz. Biz odamlarni ishtonin ichiga qiziqyapmiz-da, o'zimizga aloqasi bo'lmasa-da, lekin bizga bevosita taqdirimizga ta'sir etadigan, bizni siyosatimizga bevosita aloqador bo'lgan qanaqadir o'g'riliklar bilan qiziqmaymiz. Biz o'zi nimaga e'tibor qaratishimiz kerak? Kimnidir ishtonini ichigami yoki qaysidir bir bizni soliqlarimiz hisobidan kun kechirayotgan davlatning xizmatchilariga e'tiborli bo'lishimiz kerakmi? Endi chiqib olib nolishni bilamiz hammamiz. Aslida biz mana shu nolishga haqlimizmi? Yaxshilab bir hayotimizga e'tibor beraylik. Diqqatimizni kimnidir ishtonini ichiga qaratmasdan asl muammolarga qaratsak yaxshi bo'lmaydimi? Baraka topkurlar, vatan omon bo'lsin.